Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Hozirgina Angliya Premyer Ligasida yakuniga yetgan Manchester City va Liverpool uchrashuvi ajoyib dramatik tarzda yakuniga yetdi. Birinchi taymni unutamiz, ikkinchi taym asosiy o'yin spektaklga aylanib ketdi. Ochig'ini aytsam, nimadir deyishga hayronman do'stlar. Ajoyib o'yin guvohiga aylandik. Butun dunyo e'tiborda bo'lgan bu o'yinda Manchester City comeback amalga oshirgan holatda g'alabani ilib ketmoqda do'stlar. Enfieldda g'alaba qozonish uncha jamoaga emas, lekin Manchester City bugun to'laqonli Liverpoolni tormor etishga muvaffaq bo'ldi do'stlar. Ajoyib o'yin, ajoyib derbi, balki Angliya El Clasico'siga aylanib ketdi bu do'stlar. Do'stlar, emotsiyalarimni jilovlay olishga to'g'risi ojizman. Bu o'yin juda ham bir ko'rishga monand ajoyib futbol spektakliga aylanib ketdi. Ajoyib hisobni avvaliga Liverpool ochdi va Manchester City ketma-ket 3 ta gol urdi, ammo 3-golni hakam tomonidan hisobga olinmadi. Va bu jarima zarbasiga aylanib ketdi. Jarima zarbasidan so'ng gol bo'lmadi, lekin Manchester City alal oqibat g'alabaga erishdi. Ma'lumot uchun 60-daqiqada Abdulqodir Husanov burni qismidan jarohat olgan holda zaxiraga olindi. O'rniga yana bir qandaydir himoyachi tushirildi. Afsus, Abdulqodir o'yinni oxirigacha yetkiza olmadi, ammo lekin biroq bizning futbolchimiz zaxiradan bo'lsa-da o'z jamoadoshlarini qo'llab-quvvatladi. Bu baribir biz uchun plyus jihat deb o'ylayman. Ammo o'yinni ta'riflashga til ojiz do'stlar. Ajoyib g'alaba, ajoyib fantastika, futboldagi fantastika. Butun dunyo bu o'yinni kuzatdi va miriqib futboldan zavq oldi desak mubolag'a bo'lmaydi do'stlar. Ajoyib do'stlar, ajoyib o'yin, ajoyib dramatika, ajoyib futbol spektakli. Tomosha qilish uchun bu arzigulik bir o'yin deb o'yin desak mubolag'a bo'lmaydi do'stlar. Do'stlar, hammaga bunday o'yinni ko'rish uchun uncha odamga nasib qilmagan. Chunki bu o'yinni jonli efirda ko'rish bu emotsionalniy. Ya'ni keyin ko'rish bu emotsiya bermaydi. Shunday ekan hamma jonli efirda ko'rgan muxlislarni tabriklab qolaman. Chunki jonli efirda bu dramatikani his qilish imkoniyatiga ega bo'ldi hamma futbolchilar. Hamma kuzatuvchilar, ya'ni futbol muxlislari demoqchiman. Do'stlar, bizning bunday chiqarayotgan kontentlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Hammaga omad. Do'stlar, bizning kanalimizni rivoji uchun va bu videoni ko'pchilik ko'rishi uchun kanalimizga like va kommentariy yozishingizni so'ragan bo'lardik. Bu videomiz ko'pchilikka yetib borish uchun xizmat qiladi. Hammaga omad do'stlar. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.